Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Ertalab turib kommentariyaga qarasam, ko'pchilik Saturnni yomon gaplar bilan gapirgan. Ahamiyat bermadim. Men keyin realistik fikrlab o'tirsam, sizni videongizni ko'rib qoldim. Mana shu zalda biz mehnat qildik. Shu Saturn uchun soat 1gacha mehnat qilgandan keyin ozam kutar ekan baribir. Bu yaxshimiz albatta Alloh uchun, Alloh roziligi uchun qilamiz. Balig'ini ko'tarish uchun qilamiz. Prямо silkantiga turgandim men. Sakrab o'tdi. Gap yo'q, akalarni hurmatini qilsin. Hamma akalar hurmat joyiga qo'ysa, men xursand bo'laman. Mani ko'rib turib, eng yomon ta'sir qilgan joyi meni qarab turibdi menga. Sakrab kirib ketdi, aytdim kirib ketdi sakrab. Hayron qoldim. Mayli, xo'p, emotsiyalar bor, intimidamon gapiryapti. Shu akalarga, iPhone bergan akalarga, mashina bergan hammasiga rahmat deyapti. Imенно bizning zalni shu bilan mehnat qilgan bola, shunga turib bergan, kaldegan, полностью mana programma bo'yicha ishlagan bolalar bittasini eslamaganiga menga albatta yuragim yomon qattiq og'ridi. Yuragimga qattiq botdi, yuragim juda og'ridi. Sizga umringizni xohlasa mana Og'abek bilan gaplashib oldik bugun. Kechagi bo'layotgan voqealarni, keyin mana premor qo'ygan joylarimni. Assalomu alaykum butun dunyo. Maniga 5-g'alabani ham qildik. 20 kunlik Troya Chirchiqdagi zalda faqat va 20 kunlik ko'chadagi общий 40 kunlik chilla deb atalmish trenovka bilan g'alaba qozondik. Bugun 20 kun meni trenovka qildirtirgan, sal qiyshiq-meshiq zarbalarimni to'g'rilagan Bovurjon akani qo'l haqqini beramiz birgalikda. Jonlaring sog' bo'lsin, haqqiga duo qilib qo'yinglar. Rozichiligini olgan yaxshi. Ketdik. Men trenovka qilgan zalda jahon chempionlari ham chiqqan. Undan tashqari O'zbekiston chempionlari MMA bo'yicha. Bu o'zi mehnatkash bolalarning joyi. Bu zalda Chirchiqda hamma biladi. Endi esa Saturn biz O'zbekistonga mashhur qiladi. Bu Bovurjon MMA. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Ustoz, mendan xafa. Bunga sabab men mikrofonda emotsiya berilib, bilasizlar, sal mikrofon berilganda men tog'dan kelaman, bir bog'dan kelaman, shu bilan xayoldan chiqib ketdi. Ustoz, ming bor yosh. Lek qo'ydim, bilaman. Prosta. Rahmat sizga umringizni xohlasa mana Og'abek bilan gaplashib oldik bugun. Kechagi bo'layotgan voqealarni, keyin mana premor qo'ygan joylarimni kelishib oldik. Xudo xolasa bu hammamiz insonimiz, kamchiligimiz bor. Shuning uchun kelishib bitta yechimga oldik. Bitta komanda bo'lganimizdan keyin kelajakka yaxshi maqsadlarni qo'ydik. O'shanga yarasha birga harakat qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarish uchun xudo xolasa kun men mehnat ko'ryapman. Endi men bugun gonorarimni oldim. Xudo xolasa ozgina oyoqdan qarzim bor, bu yoqdan qarzim bor. Onamga, otamga atagan va yaxshilikka atagan o'sha gonorarimning qismlari bor. Bugun endi oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz ustoz. Men rozi bo'lsam, Men roziman. Mingdan ming. Bu qo'l haqqi, bu gonorar, bu meni mehnatim. Bu oddiy pul, dollar gap bo'lish emas, lekin bu bizning mehnatimiz. Bu gonorar qayerga ketadi? Bu gonorar zalga kiradi. Zalga perchatka, yosh bolalarga lapa o'shaga ishlatamiz. Faqat rozi bo'lasan. Yo'q, roziman. Mingdan ming roziman. Bu men peshona terim. Xudo xolasa inshaalloh men $1,000,000 urishaman. Sizlar paddishka qilib turinglar. Men qo'lladim. Kuch bo'laydi. Hali men zalda boshladim. Endi men endi qo'shiraman bittama-bitta hali hamma. To'g'ri, hammasi Alloh tomonidan, Alloh aytgan. Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga yangilik zurini aytaman. Jangim aniq bo'ldi. 2-may Toshkent Huarina Azzaka Estate promoteriga jang qilaman. Kontrakt keldi, kontraktga qo'l qo'yamiz. Faqat raqib erki bilan to'ptar emas, boshqa sapinda erki bilan to'ptar 3 oy dam olaman, 3 oydan keyin urushaman deb aytdi. Bungacha men 1-2-3 ta bo'y qilmasam bo'lmaydi. Men muxlislarimga, xalqimizga chiroyli bo'y qilib kelganman. Bundan keyin ham chiroyli bo'y qilaman. 2-may sizlarni kutaman. Xalqim, muxlislarim, dastoyni bo'ylarni kutasizlar.
Bilasizlar, men qo'lli jang qilaman. Oktagonga faqat shou qilaman, oktagonga faqat haqiqiy urushaman. Duolaringiz bilan. Duo qilib turinglar. Dastoyni bo'ylar kutasizlar. 2 mayga ko'rishamiz.